Yo, nimaga siz haliyam Snickers pirojnisini tayyorlanishini qiyin deb o'tiribsiz? Tayyorlanishi aslida juda ham oson, faqat ozginagina vaqt talab qiladi. Lekin uyda tayyorlangan bunaqa Snickers pirojnisini mazasini ko'chadan ham topa olmaysiz. Tuxum oqini, shakarni oz-ozdan solib, bezak qilib ko'pirtirib olamiz. Keyin esa tuxum sarig'ini ham qo'shib, lapatada ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Turli mahsulotlarni solamiz. Eng oxirida esa 3 osh qoshiq o'simlik yog'ini ham solib, sekinlik bilan aralashtiramiz. Pergamin solingan patnisga yoyamiz va qizib turgan duxovkada pishiramiz. Agarda sizlar ham nachinkasiga yong'oqni quritib yoki tovada qovurib qo'shsanglar, o'zgacha mazza beradi. Krem uchun pyramidka 45% qaymog'i ustidan qand tupasi va quyultirilgan sutni solib, isitishguncha ko'pirtiramiz. Sovigan biskvitimizni o'rtasidan bo'lamiz, sut bilan propitka qilamiz. Keyin esa krem va nachinkani solamiz. Ustidan yana kremni solib, biskvitni ikkinchi qavatiga yopamiz, sut bilan propitka qilamiz. Kremni qolganini ustiga va chetlariga surtamiz va bir kechaga sovutgichga jo'natamiz. Pirojni ustidan tayyor ganajni qo'yamiz va yana 1 soatga sovutgichga jo'natamiz. Keyin esa kesamiz va dasturxonga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ring.